Yaxshimisilar do'stlar? Men do'stonlar Aytram. Biz bugun Photoshop günümüz. Ya'ni Photoshopda rasmlarni karton shakliga kelishni günümüz. Bunda bo'lsa, darsimiz boshlansın. Unutib qolmaydi vatayam. Bu kanalni Allohdan o'zimiz qo'llagan. İşlemekçi bo'lgan rasmni Photoshopga ekilib olamiz. Rasmni chekib o'tgandan keyin üst tarafdan selekitni bosamiz, ochilgan ko'znakdan subjectni tanlaymiz. Sol tarafdagi kesish qurolimizni tanlaymiz, üst tarafdagi tanlash va maskalash deganni bosamiz. O'ng tarafda ochilgan ko'znakdan tanishib olamiz. Ben peşi bu ticamen divaşam. Sol tarafdagi kesish qurolining ostidagi qalamni tanlash orqali chochning yaxshi kesilmagan yerlarini suzib olamiz. O'ng taraf ostidagi selection deganni tanlaymiz, ochilgan ko'znakdan new layer with layer mask deganni tanlaymiz. Rasmni tanlab mousemizning o'ng tarafini chekamiz, ochilgan ko'znakdan convert to smart object deganni bosamiz. Sol tarafdagi kesish quroli orqali boshni ayrim holatga kesib olamiz. Xo'rozning qo'sini bilamsiz, besh barmoqning qo'sini bilamsiz. O'ng tarafdagi ikki rasmni tanlab olgandan keyin ayrim ochilgan ko'znakka yo'tkab bu yerda tangishib olamiz. Üstüdeki kesilgan bosh qismini tanlab o'tgandan keyin eng ust tarafdan filter qismini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan liquify tanlaymiz. Mayerden hem de yüzünün astı kısmı veren boyanmak için iltifatınız. Balo, madres bulamdık ya. Alt tarafdagi add layer maskni bosib o'tgandan keyin rasmni cho'ngaytamiz va ust tarafdagi bo'yash qalamimiz orqali ortiqcha yerlarni chiqarib o'tamiz. Asip sağım böyle de halap oltumay kanalda a'zo olan deganda mırtta besime. Yan tarafdagi ikki rasmni tanlab olgandan keyin mousemizning o'ng tarafini bosamiz, ochilgan ko'znakdan convert to smart object deganni chekamiz. Üst tarafdan filterni bosamiz, ochilgan ko'znakdan liquify ni tanlaymiz. Yoğun tutkalım ya olsa yan taraftan yoğun tuvatınız, közünüz, bununuz, ıgızınız okşaş. Rasmni tanlab Ctrl G'ni bosish orqali ikki qatim ko'paytirib olamiz. Ustidagi ikki rasmning ko'zini etib o'tgandan keyin ostidagi rasmni tanlab, usti tarafdagi filterni bosamiz, ochilgan ko'znakdan sharpen va smart sharpenni bosamiz. Ochilgan ko'znakdagi o'xshash tangishib olamiz. Yani üst tarafdagi filterni bosamiz, ochilgan ko'znakdan stylize'ni va uning ichidagi oil paint'ni bosamiz. Ochilgan ko'znakdagi o'xshash tangishib olamiz. Yani üst tarafdagi filterni bosamiz, ochilgan ko'znakdan filter gallery'ni tanlaymiz. O'ng taraf ustdagi artisticni bosamiz, ochilgan ko'znakdan poster edges'ni tanlaymiz. Yan tarafdan tangishib olamiz.
Yana üst tarafdan filter açılgan ko'znakdan blur, surface blurni tanlaymiz. Açılgan ko'znakdagi o'xshash tanishib olamiz. Üst tarafdan filter açılgan ko'znakni stylize va oil paintni basamiz. Yana üst tarafdan filterni basamiz, açılgan ko'znakdan sharpen, unsharp maskni basamiz. Ko'znakdagi o'xshash tanishib olamiz. Üst tarafdagi resimni tanlab ko'zni yechib etgandan keyin filter gallery'ni ochamiz. Bu yerda o'ng taraf ko'znakdagiga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Filterni besib açılgan ko'znakdan stylize va oil paintni basamiz. O'ng tarafdagi ko'znakdan normalni basamiz va bu yerdan soft lightni tanlab olamiz. Yo'riqlik qismini 75 qilib olamiz. Eng ustidagi resimni tanlab ko'zni yechib etgandan keyin üst tarafdagi filter va eng ost tarafdagi other va uning ichidagi high pass'ni tanlaymiz. O'ng tarafdagi normalni overlay oldiga o'zgartirib olamiz. Üç resimni tanlab olgandan keyin gruppa oldiga kelib olamiz. Eng ostidagi resimni besib etgandan keyin ost tarafdan add layer maskni basamiz va sol tarafdagi bo'yash qalami orqali chochning ba'zi qismlarini yasab olamiz. Ctrl T'ni bosish orqali rasmimizni tanishib olamiz. Sol tarafdagi qo'rishash quroli orqali o'zimiz xohlagan shaklda kesib olamiz. Eng ostidan adjustment layer'ni tanlaymiz. Açılgan ko'znakdan solid color'ni tanlash orqali keyin tarafning rangini tanishib olamiz. Ko'rayotganinglardek bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Agar darsimizni yoqtirgan bo'lsanglar, kanalimizga a'zo bo'lishni va hamkorlashishni unutmanglar. Unda bo'lsa, omon bo'linglar.